San'at insonni ezgulikka yetaklaydi. Albatta, yoshlar ta'lim-tarbiyasida san'atning o'rni katta. Ana shu maqsadda Bayovut tumanida madaniyat va san'at jamiyat taraqqiyotining darajasidir mavzusida seminar tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz ayni mavzuda. Hayot insonga ne sinovlar yo'llamaydi. Dilafruz Yusufaliyeva imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay taqdirdan nolimaydi. To'qish hunari uning ovunchog'i, hayot mazmuniga aylangan. Asosan to'quv iplari yordamida turli o'yinchoq, qo'g'irchoqlar yaratadilar. Bu kabi qo'li mehnati mahsulotlariga esa talab yuqori. Qahramonimiz ayni vaqtda Bayovut tumani Barkamol avlod bolalar maktabida o'z faoliyatini yuritib, hozirda o'quvchi yoshlarga to'quvchilikning sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Hozirgi kunda jamiyatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarga juda ham katta e'tibor berishmoqda. Jumladan bizning Barkamol avlod bolalar maktabida ham nogironligi bo'lgan shaxslarni, o'quvchilarni o'qitib, o'rgatib, hayotga o'z o'rnini topishga yordam bermoqdaman. Bugungi tadbirda o'tkazishdan asosiy maqsad nogironligi bo'lgan shaxslarni, xususan nogironligi bo'lgan bolalarni jamiyatga moslashishini ta'minlash asosiy vazifamiz hisoblanadi. Mazkur maskanda nafaqat to'quvchilik, ya'ni hunarmandchilik va qo'l mehnati, balki 7 yo'nalishda 33 ta to'garaklar faoliyati ham olib borilmoqda. Mazkur to'garaklarda esa 1109 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim-tarbiya olishmoqda. Bundan tashqari 40 nafar pedagog xodimlar faoliyat yuritishyapti. Texnika, konstruktorlik va modellashtirish, jismoniy tarbiya va sport, turizm va ekologiya, xorijiy tillar, madaniyat va san'at kabi yo'nalishlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'quvchilar esa mazkur to'garaklarda darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazib kelishmoqda. Ularning erishayotgan yutuqlari esa havas qilsa arzigulik. Shu maktabda ustozlarimdan olgan bilimlarim tufayli bugungi kunda Badiiy akademiya tasarrufidagi Sirdaryo ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatining dastgohli rang tasvir yo'nalishi bo'yicha tahsil olib kelmoqdaman. Bugungi tadbirda o'z tengdoshlarimga mahorat darsim orqali beg'ubor O'zbekistonimizning manzaralarini aks etgan asarimni taqdim etaman. Albatta, yoshlar ta'lim tarbiyasida ham san'at, madaniyatning o'rni beqiyos. Mazkur maktabda madaniyat va san'at yo'nalishi tomonidan tashkil etilgan Madaniyat va san'at jamiyat taraqqiyotining darajasidir mavzusidagi seminar ham ana shunday iqtidorli, iste'dodli yoshlarni birlashtira oldi. Kunning ikkinchi qismida hamkor tashkilotlar ishtirokida bo'lib o'tgan seminar o'zaro fikr-mulohazalar almashinuvi bilan kechdi. Ayni shu vaqtga qadar qilingan ishlar esa taqdimot ko'rinishida tadbir ishtirokchilariga havola etildi. Sirdaryo viloyati Bayovut tumanida bugungi kunda tashkil etilgan seminarning asosiy maqsadi mana shu to'garak rahbarlarimiz o'tayotgan dars jarayonlarini, bilim ko'nikmalari, metodik uslublar asnosida, yangi innovatsion g'oyalar asnosida o'tayotgan metodik qo'llanmalar yaratishda o'zlariga kerak bo'lgan jihatlarni amalga oshirish bilan birgalikda bir-birlariga tajriba almashishdan iborat bo'ldi. Qizg'in fikr-mulohazalardan so'ng tadbir qatnashchilari maktab qoshida tashkil etilgan to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishdi. E'tiborlisi, mazkur maskanda rejissyorlik, jurnalistika va notiqlik to'garagi ham faoliyat yuritib kelmoqda. O'quvchilarning bu kabi yo'nalishlarga bo'lgan qiziqishlari yuqori. Yaratilgan qo'l mehnati mahsulotlari ko'rgazmalari, tasviriy san'at asarlari namoyishlari, shuningdek liboslar dizayni tadbir qatnashchilarida katta ta'sirot qoldirdi. Seminar yakunida faol ishtirok etganlar munosib tarzda taqdirlanishdi. Yangragan kuy-qo'shiqlar, badiiy chiqishlar davraga yanada fayz kiritdi.